umuman tavsiya qilinmaydi. Olmanglar do'stlar, pulinglarga qo'yib qolasizlar. 220 ga ishlaydigan bormi? 220 tavsiya qilasizmi? Bugun mana shunday kommentariyalarga javob beramiz. Biz shunchaki sotmaymiz. Avval to'g'risini aytamiz. Chunki sezonda xato qilishga vaqt yo'q. 220 frezer kimlar uchun? Zo'rg'a kuniga 20-25 kilo sotadigan joylarga bemalol 220 o'rnatsanglar bo'ladi. Va yana yopiq pomisheniya, salqin joy bo'lsa tavsiya qilinadi 220 olishni. Shunda ham soatiga 10-15 kilo chiqazib beradi. Unaqa katta ob'yomda chiqazib bera olmaydi, chunki motori juda ham kichkina. Ko'chada quyoshni tagida savdo qiladigan bo'lsangiz 220 apparat umuman tavsiya qilinmaydi. Olmanglar do'stlar, pulinglarga qo'yib qolasizlar. 380 frezer olinglar. 380 frezer. Agar sizda 380 tok kelmagan bo'lsa, sharoit yo'q bo'ladigan bo'lsa, umuman bu biznesga kirmang. Chunki befoydadan befoyda pulingizga tushasiz, frezerga tushib qolasiz, qiynalasiz. O'rtoqlar, mutlaq tanlov o'zingizning qo'lingizda. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380, hammasidan qo'limizda sotuvda bor, mavjud. Bizdan tekin maslahat. Qo'limizda 380 Space frezerlarimiz soatiga 70 kilo chiqazib beradi. O'tgan yil sezonda marojna quyish bo'yicha chempion bo'lgan, yoniga yetkazmagan Liboy frezerni urib qo'ygan frezerimiz, Space frezerimiz bo'ladi.